insonlar kirolmaydi. Bizga nima xizmat? Bizni bilasiz, hurmatimizni. Oldi qatoridan bitta joy qilgansiz. Aka, Bilasiz. Bu pul oldindan sizga hadiya. Bir dona archab kelib ekib qo'ysangiz, joyimizni band qilib turadi. Mayli, yana xursand qilaman. yana ozgina tashab ketsiz, ichini ham qasr qilib qo'yasiz. Bu nima deganingiz? Nima uchun ayrim insonlar hamma ishni pul hal qiladi deb o'ylaydi? Oldi qatormi, orqa qatormi? Bu yerga Faqatgina nasib qilgan insonlar kirolmaydi. monopoliza olingda tez bu yerdan chiqib keting.